Siz ham aniq ishonmaysiz. Bu pulga shu uy sotilayotganiga qaranglar, u yerda bitta xo'jalik, bu yerda bitta xo'jalik, bu yerda bitta xo'jalik. Ya'ni 3 ta oila yashasa bo'ladigan joyga kelib qoldik. Narxini aytmaysizmi? Agar pulim bo'lganda bu uyni o'zim olib qolgan bo'lardim. Hozir bitta sizlarga tushuntiraman. Yashnobod tumani Tuzyel elitli mahallalardan biriga kelganmiz. Chiqqanimizda uyning orqasida mana shunaqangi o'zini yashil zonalar bor. Bu ko'chani o'zini kengligini ko'rayotgan bo'lsak, bu ko'chada quruq yerni o'zida 20 ming dollardan biz obzor qiladigan bu uyimiz 17.300 dollardan tayyor podkulish. Fasadimiz 20 metr, ichkariga 60 nechidir metr, hujjatda 13 sotiq. Bundan tashqari 2 sotiq zaxvatlar bor. Shoshmasdan videoni oxirigacha kuzatsangiz, afsuslanmaysiz. Xo'p, ichkariga kirayotganimiz 2 ta, 3 ta mashinaga shunaqangi navesi bor. Hovlimiz juda fayzli bo'lgan xonadon ekan. To'g'risi, menga yoqdi. Shunaqa uyda yashash niyat qilganlar bitta like bosib qo'yasiz. Endi bir chekkadan obzorni boshlaymiz. Kirganimizda chapdagi uyimizda 4 ta xonasi bor ekan. Qani bismillah. Kirganimizda bitta xona ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda ikkinchi xonamiz, bu mehmonxona desa ham bo'ladi. Bu yerda bolalar yotoqxonasi, bu yerda esa kattalar yotoqxonasi. Uyimiz juda katta-da, sal tezlashmasak videomiz cho'zilib ketadi. Bu yerda mana navesi ko'rayotgan bo'lsanglar, tapchan, stol-stullar, bu yerda mana basseynlar qilib qo'yibdi. Endi tashqaridan kirganimizda o'ng tarafdagi xonaga kiradigan bo'lsak, bu ham xuddi shunaqa. Bu yerda bitta xona, bu yerda osh, mehmonxona, chiroq xatti. Bu yerda esa yana bitta yotoqxona, orqa tarafda yana ikkita xona. Xonalarni to'g'risi o'zim ham adashib ketaman. Bu yerda oshxona, yonida hammom ham bor ekan o'zini. Bu yerda esa katta mehmonxona ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu uyimizga oxirida kiramiz. Bu yerda esa ikkinchi mehmonxona va o'zini alohida sanuzeli bor ekan. Bunisi esa yozgi oshxonasi. Oshxonaning orqa tarafda tashqariga sanuzel. Bu yoq esa zaxvatiga molxona qilib qo'yibdi. Aytganimdek 10 sotiq hujjatda 2 sotiq zaxvat. Zaxvatni o'sha orqada va molxona qurib qo'yibdi. Juda fayzli bo'lgan xonadon. Niyat qilgan hammaga nasib qilsa, bitta xonani tagiga podvor. Xo'p, bu uyimiz korobka holatda, fasadi ham, ichkari ham suvoqdan chiqqan. Kirganimizda katta holni mehmonxona qilib foydalansa bo'lardi. Bu yerda bitta yotoqxona, ikkinchi yotoqxonamiz. Bu yerda esa uchinchi yotoqxona va o'zini sanuzelga ham xonalari bor alohida. Yana bitta yotoqxona. O'zini sanuzelga ham joy qoldirilgan. Bu yerda yana bitta yotoqxona. Bunisi esa oshxona ekan. Umuman nechta xona bo'ldi? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta oshxonasi bilan 6 ta. To'g'ri charchadim. Juda katta xonadon. 225 ming dollarga. Boya ketganda 10 sotiq hujjatda, 2 sotiq zaxvati bor. 10 sotiqga hisoblaydigan bo'lsak, 17.300 dollardan to'g'ri kelyapti. O'zini fontanlari ham shunaqangi fayzli bo'lgan xonadon. O'rganib qolinglar. Telegram nomerlarimiz har doimgidek Telegram kanalda aniq lokatsiyasi bilan joylaymiz.